Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi montajimiz Serjant tumani Qorasoy mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tdi. Bu yerga kattadan katta qilib veranda o'rnatib berganmiz. Hop, общий uzunligi 21 metrni tashkil qiladi. Hop, birinchi romimiz 193 ga 186 bo'lgan. Ikkinchi romimiz 209 ga 186. Bu G eshigimiz esa 277, bo'yi 267. Hop, bu romimiz 327 ga 186 bo'lgan. Bu eshigimiz esa 197 ga 267 bo'lgan. Bu yerda yana bitta eshigimiz bor, ikki qanotli. Bunisi esa 260 ga 267 bo'lgan. Romimiz 183 ga 186, bu yerda 188 ga 186 romlarimiz bor. Patagonlari bilan ustunlarini chiroyli qilib o'rab berganmiz. Hop, tashqi ko'rinishini bir qator ko'rsatib o'taman. Hop, o'sha uzunligiga keladigan bo'lsa 21 metr tashkil qiladi. Bu yerda 3 ta ko'zli, o'rtada bitta ochilish, bitta fotishkasi bor. Bu yerda 3 ta ko'zli, bitta ochilishi bor o'rtadan. Yana bir narsani aytib o'taman. Eshiklarimiz ruchkalari oddiy sher bo'lgan. Firmamiz Akfa bo'lgan. Oynalarimiz bir qavatli video oyna bo'lgan. Hop, ichkaridan ko'rinishini ko'rsatib o'tsam sizlarga. Ichkaridan ko'rinishlari xuddi shunaqa. Oynalarimiz ko'zlarida qalampir gulli oynalarimiz bo'lgan. Patagonlarni chiroyli qilib qo'yib berganmiz. 20 li patagonlarimiz bor bu yerda. Xo'p, har bitta romimizda bittadan ochilishi bor. Yana bir narsa aytib o'taman. Eshiklarimiz balkon profildan bo'lgan. 12 santimetrli balkon profildan bo'lgan. Shuni hisobiga narxlarimiz ozgina balandroq chiqadi. Bu yerda ustunlarini ham chiroyli qilib o'rab berganmiz. Bu yerdan ichki ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Ichkaridan ko'rinishi bu tarafimiz. Общий 3 ta rom, 3 ta eshik o'rnagan, G eshik, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta rom o'rnagan. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsa, eshiklarimiz ruchkalari ham o'ta go'zal. Chiroyli ligirovka bo'lgan. Balkon profil, hammasini profillari balkon profil bo'lgan. Eshiklarimizning ochilishlari narxlariga keladigan bo'lsa 28 million so'mga chiroyli bo'lib kelib o'rnab bitirib topshirdik. Uje gullarni ham terib qo'yishdi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 24 ga 7 xizmatchilardan Xudo xohlasa, ro'za Ramazon oylarida inshaalloh hammasini o'zini tan narxida qilib berishga harakat qilyapmiz. Hammani o'ylagan holatda chiroyli qilib bitirib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Hammalarga kattakon rahmat. Asl Akfa xizmatchilari.